Barcha rishtonliklarga oltin medal muborak bo'lsin. Rishtonlik Mohidil singlimiz jahon chempionatida oltin medalni Rishtonimizga olib keldi. Kecha Otabek Umarovning o'zlari rishtonlik Mohidil singlimizni tabriklab, medallar ilib qo'yishdi. Men bir narsaga xursand bo'lib o'tiribman. Rishtonlik shunaqa yosh qizlarimiz ham rishtonliklarga ko'rsatib qo'yib borib, oltin medal birinchilardan bo'lib, hurmatli obunachilar, bir janglarini ko'ringlar. Rishtonlik qizlarimiz shunaqa dunyolarni titratib yuborishyapti. Hurmatli obunachilar, hurmatli rishtonliklar, ushbu qizimizni bitta poddeshka qilib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib, nima desa bo'ladi? Butun dunyolik, butun o'zbekistonlik obunachilarga tashlab qo'yinglar. Rishtonimizda shunaqa mard qizlarimiz bor. Hurmatli rishtonliklar, 10-sinf Mohidil singlimiz, nima desa bo'ladi? O'zbekistonni bayrog'ini tepalarga ko'tarib, madhiyamizni rishtonlik qizimiz butun dunyolarga eshitishyapti. Rishtonliklar ham yomon kuchayib ketyapti. Mohidil singlimizni barcha rishtonliklar bitta poddeshka qilamiz. Toshkentdagi barcha taekvondo klubidagi Instagramlarda Mohidil singlimiz chiqyapti. Rishtonliklar aktivni ko'rsatib, Mohidil singlimizni poddeshka qilib butun dunyolarga tanitamiz.